Andijon Yashil energiya Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida hozir quyosh panellari o'rnatgan yana bir xonadonga tashrif buyuramiz va fikrlarini eshitamiz. Mana hozirda Istiqlol mahallasidamiz. Xonadon egasining fikrlari bilan tanishamiz. Xonadon egasi Arslonbek aka 10 kilovatt quyosh paneli o'rnatgan. Arslonbek aka, qachon o'rnatgansiz? Buni avgust oyining oxiri, sentyabrda boshida o'rnatdik. O'tgandan beri ishlatyapmiz. Zo'r. Mayish texnikalar hammasini ishlatyapmiz uyda. Svetga pul to'laganimiz yo'q. Mana 2 oydan beri 2 milliondan ziyod. Kartamga pul tushdi. Ishlashi zo'r. Avgust oyidan beri umuman pul to'laganim yo'q. Oxirgi to'laganim avgust oyi. Shu kungacha 4610 kilovatt ishlab bergan. Fikrlaringiz nima demoqchisiz? Mana qo'ydiraman deyotganlarga, Muborak shahridagilarga, Qashqadaryo. Zo'r. Hech qanaqa kamchilik yo'q. Bironta muammo bo'lsa ham aloqaga qachon chiqsam savollarimga javob berishadi. Ishlashi yomon emas. Garantiya berishgan. Ishlayapti. Hammaga tavsiya qilaman. Arslonbek aka, ishonch uchun rahmat kattakon. Salomat bo'ling aka. Rahmat sizlarga. Agarda sizga ham quyosh paneli o'rnatish kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Sifatli va kafolatli qilib o'rnatib beramiz.